Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 1-fevral haftaning yakshanba kuni 2026-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bozorning manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kuni ertalab bozor 6 da boshlanadi. Kunduzi bozor 11 gacha bozor bo'ladi. Shu 11 gachada bozor. Nech pul deyapsiz buni? 40 ming so'm pachkagami, donagami? Donaga, pachkaga narxi bir xil ekan. Razmeri nechidan nechigacha? 48 dan 56 gacha tushaveradi deyishyapti. Xo'p. Bularchi? Bular 100 mingga uchtala, u elektr rangigacha. Ha, mana birdan boshlanadi. Mana bu joygacha 100 mingga 3 tadan ekan pachkaga. Donaga olaman desa nech pul? 35 ming so'mdan donaga. Razmeri nechidan nechigacha? 48 dan 54 gacha ekan. Standart deyapti, shu razmergacha tushadi deyapti-da endi. Buchi? Bir bundan boshlab mana bu joygacha 40 ming so'mdan ekan. Pachkagami? Dona pachka narxi bir xil ekan. Materiali bambuk ekan. Ha, buchi? Bular 35 ming so'mdan ekan. Bitta, ikkita, uchta. Qancha? 45 ming so'm ekan, momiq. Buni razmeri qanaqa bo'ladi? Standart ekan, 48 dan 52 gacha tushaverar ekan. Telefon nomeri nechi? 97 lik 550 49 10 ga telefon qilaverasizlar. Mana shu mahsulotlar kerak bo'lsa. Dona pachka sotilaveradi. Bozorning manzili shu Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'ladi. Ertalab bozor 6 da boshlanadi, kunduzi 11 gacha bozor bo'lyapti. Vaqtliroq kelaverasizlar. Bugun 1-fevral haftaning yakshanba kuni 2026-yil.